Dahshat futbol qiroli nimalar qilmoqda? Kecha Cristiano Ronaldo faoliyatidagi 935-golini urdi va uning mingtalik davonga 65 ta gol qolmoqda. Klublar o'rtasidagi jahon chempionatiga ham borish ehtimoli yo'q emas. Hozirda uning Al Nassr bilan shartnomasi tugash arafasida. Iyun oxirida uning shartnomasi butunlay tugaydi Al Nassr bilan. U klublar o'rtasidagi jahon chempionatida qatnashishi mumkin bo'lgan jamoalar qo'shilishi mumkin. Xususan, Real Madrid ham media tomonlama, reklamalar, daromadli tomonni o'ylaydigan bo'lsa, Ronaldo bilan shartnoma imzolashligi mumkin. Juda ko'p klublar bundan foydalanib qolishi mumkin. Bir oy davomida klublar o'rtasidagi jahon chempionatida transferlar amalga oshirish mumkin. Bir oylik ijara muddatini ham amalga oshirish mumkin. Bu jamoa klublar o'rtasidagi jahon chempionatida qatnashadigan jamoalar. Ronaldo ham Sportingga o'tishi mumkin. Chelsea qiziqmoqda. Real Madrid o'tishi mumkin bu Ronaldo. Undan tashqari u 2026-yilda bo'lib o'tadigan Amerikadagi jahon chempionatiga ham mingtalik davonni urish uchun boradi. Shu tarzda ketadigan bo'lsa, tezlikda Ronaldo bu rekordni urishga jahon chempionatigacha ulgurishi mumkin. Balkim jahon chempionatida 1000-golni uradi. Dahshat. Uning o'g'li ham tayyor bo'lib kelyapti. Uning o'g'li Xorvatiyada bo'lib o'tgan xotira turnirida finalda dubl qayd etdi va birinchi susini amalga oshirdi. Hamma ko'rdi. Internet tarmoqlari portladi. Ronaldoning o'zi ham xususan Instagram tarmog'iga joylashtirdi. Hamma ko'rdi. Balkim Ronaldo o'z o'g'li bilan ham bir jamoada o'ynash istagidadir. Bir necha yillar oldin bu hazil aralash aytgan gaplari oxir-oqibat chinga aylanib ketar. Nima deb o'ylaysiz? Ronaldo o'z o'g'li bilan o'ynaydimi? Mingtalik davonga yana necha yilda erishishi mumkin Ronaldo? O'z fikrlaringizni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Ronaldo muxlislarini kutib qolaman bu videoda bomba o'zgarishlar va like, kommentariya, podpiska, tuda-sudalarni amalga oshirasiz degan umiddaman. Poddishga kutib qolaman. Hala Ronaldo.